Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? U Nivajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz, cholda bordir, tomoq ichibdir, zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoning qaysi matohi sizga doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Hech qaysi. Hech qaysi. Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? U Nivajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz, cholda bordir, tomoq ichibdir, zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoning qaysi matohi sizga doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? U Nivajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz.